longa keldi, longa. Long. To'g'ri otay tez-tez. Nima qolsa? Ot. Bahodir aka, obedsiz o'raymi, yeysizmi? O'g'ling qayerda? Maktabda, darsida. Sen bu bolani darslarini bir tekshirib qo'ygin, tushundingmi? Xo'p. Olib kel ovqatingni. O'zingdan ketma. Qoli. Bo'ladigan bo'lsa. Nima? Adasi Qo'lini oling. adang yetib kelmaysanmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Bahodir aka mumkinmi? Alaykum assalom. Keling. Yana ayg'oqchilik qilyapsanmi? Mana qara sal bolangni tinch qo'ygin. O'g'il bola, erkin katta bo'lsa, ertagacha hamma narsani sendan so'rab qiladigan bo'lib qoladi. Bizani ham kontrol qilishgan, lekin unchalik emas. Mana yomon bola bo'lmadik-ku. Ya, to'g'ri, o'rtoq. Endi sen bilan meni davrim boshqacha edi. Uzog'i qiladigan sho'xligimiz uydiliga yetmasdan o'rdada cho'milib kelardi. Bularni qara, davrini, tashqaridan bolani bizaveradigan narsalar tiqilib yotibdi ko'chada. Hushyor turmasang bo'lmaydi. Alo. Bahodir aka, o'g'lingiz futbolga deb ketuvdi. Hali uyga kelmadi. Telefon qilsam olmayapti. Bo'pti, senga o'zim quvaraman hozir. Qara mashina bo'lish kerak. Diyor rosa bitta bo'lmadasiz-ku. Ana mashina, lokatsiyada mashina ko'rsatilgan. Abbos! Diyor. Hadam. Nima qilib yursan bo'pti? O'rtog'im kalti tushib qolgan ekan. O'sha olgani keldi. Tepadan qidiradimi kalitni? Nima oyingni aldab chiqib ketding ko'chaga? Qayerga qochdan o'rtog'ing? Nima qidiryotding bola, sendan so'rayapman. Mana qara sal bolangni tinch qo'ygin. O'g'il bola, erkin katta bo'lsa, Bularni qara, davrini, tashqaridan bolani bizaveradigan narsalar tiqilib yotibdi ko'chada. Hushyor turmasang bo'lmaydi.